Assalomu alaykum hammaga, men Apollonius. Do'stlar, bugungi videoda biz sizlarga Atenosda katta server ochishni o'rgataman. Do'stlar, birinchi o'chirda Google hamma kirish bilan Google ga kirib olamiz. Bizga Aternos deb yozamiz. Aternos deb yozgandan keyin bizda bitta program chiqadi. Birinchida chiqqan program bitta ustiga bosasiz. Bitta ustiga bosasiz. Hozir asta-sekinlik bilan перезагрузка qilyapti. Mana kirdi, sizda shunday ekran chiqadi. Pastda sal pastroqda play tugmasi bor. Play tugmasini bosasiz. Siz 3 tadan ko'p server ocha olmaysiz. Serverni o'chirish uchun create tugmasini oldiga qalamchani bosasiz. Ko'rib turganingizdek, men 08.2013 shunday nomli serverlarning yonida axlat tugmasini bosasiz qizilni. Reklama chiqishi mumkin, tepada reklamani o'tkazib olasiz serverni o'chirasiz. Hozir menda bitta server o'chirdi create tugmasini bosasiz. Sizning serveringiz Java bo'lsinmi yoki Bedrock bo'lsinmi deydi. Sal pastroq biz Bedrock ko'chamiz, chunki biz Bedrockda o'ynaymiz. Serveringizga nom qo'ysangiz bo'ladi. Men bo'lmay qoldi. Serverga to'xtating ozgina mana qo'yib qoldi. Aynan shu mo'chilik. Hozir server ochish. Okey. Yozasiz bo'ldi. Okey, to'xtinglar, orasini ochmash kerak ekan. Bo'ldi. Pastga serverga welcome server deb turgan bo'ladi. Biz uni bosmaymiz. Sal pastroqda create degan tugma bor. O'shani tushirganingizda create server va bizni shunday joyga o'tkazadi. Sal pastroqda skip degan tugmani bosasiz. Bizda shunday ekran kelib chiqadi. Siz birinchi o'chirda endi ruscha gapirib, birinchi o'rinda mana server degan joyga kirib Optimusga kiramiz, sozlamalarga. Bizda bu yerda tugmalarni yoqib chiqishimiz kerak. Hamma tugmani yoqib chiqishimiz kerak. Mana. Do'stlar, hamma tugmani deyman, lekin allow list degan tugmani bosmaymiz. Chunki bu tugmani bossangiz Kraket o'chib qoladi. Kraket esa akkaunt so'ramaydi. Akkaunt so'ramaslikni ta'minlab beradi. Siz akkauntsiz bo'lsangiz shu Kraketni yoqib qo'ying, allow list emas. Bu yerda serverni peju qo'yamiz, survival bo'laversin. Bitta odamlar sonini kamaytirishingiz kerak. Chunki telefoningiz kuchsiz bo'lsa ko'tarmaydi. Mening telefonim kuchsiz, shuning uchun kechirasizlar. Biz keyin name degan chegasida yozib qo'ygan software degan tugmani bitta bosasiz. Bizga shunday joy chiqib keladi. Bedrock degan tugmani ustiga bosamiz va bizga kerakli versiyani tanlaymiz. Men 1.21.51 versiyada o'ynayman. Mana bor ekan. Shuni o'rnatildi, bo'ldi. Biz yana serverga qaytamiz. Start tugmasini bosamiz. Yes. Reklamalar bo'lsa shunday. Bepirating. Bu ko'p vaqt olishi mumkin, shuning uchun kutasiz. Taxminan 5 daqiqacha oladi. Hozir bo'lib qoldi. Ancha vaqt oladi.
asta sekinlik bilan tortmoqda. Bol. Do'stlar, taksizlarga buni ochib bo'lguncha bitta narsani qilib o'tmoqchiman. Do'stlar, sizlar skin o'zlaringizga mos skin topolmaysizlarmi? Sizlarga popular skins ilovasini taklif qilaman. Do'stlar, sizlar bu ilovaga kirganingizda hozir ko'rasiz. Kirmoqdasiz sekin. Kirganingizda sizda shunday ekran chiqadi. Siz bu yerda yoki qiz bo'lamisiz? Bu yerda Skibidi Toilet, youtuberlarning skinlari, Callboys, realistik skinlar, Kite, The Amazing Discars. Bunga hech kim tushunmaymencha, shuning uchun kirib ko'rsataman. Bu ko'pchilik tanigan bo'lsa kerak shunday skinlar. Squid Game, Among Us, animelar ham bor. Free Fire, Horror, bu Brawl Stars, Super Horse, FNAF, Xmas New Year, yangilik bo'lsa kerak, o'tirish eski. Biz bilamizki, o'g'il bo'lamiz, Callboys deb olamiz. Menimcha bizda har xil skinlar chiqadi. Bunda qidirish bor, lekin Amerika blogerlarining skinlari kerak bo'lsa, shu yerdan topasiz. Mana ko'rasizlarmi do'stlar, shuncha skin bor. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Endi qiz bolalarni tomosha qilish mumkin. Shuning uchun qiz bolalarnikini ham ko'rsatamiz. Realistikka kirsangiz o'zi hammasi qiz bola bo'lyapti. Mana qizlarniki. Normalmente qizlarniki ko'proq mencha o'g'il bolalar tomosha qiladi, qizlarniki hech kim qiziqmasa kerak. Bizning serverimiz yonib qoldimikin, bitta ko'rib olamiz. Offline bo'lib uch qotdi. Do'stlar, agar shunday muammo chiqsa, bitta kirib chiqishingiz kerak. 1 2 3 hozir serverga bir kirib chiqishingiz kerak. To'g'ri. Boshqadan bir tozalab yuboramiz. Hozir. Aternos bosamiz. Mana bizning server ishga tushdi. Do'stlar, buni do'stingizga yubormoqchi bo'lsangiz, do'stingizga qaytib yuborishni men bilmayman. O'zlaringiz topib olasiz. Hozir sizlarga o'zingiz qaytib IP'sini yozishingizni ko'rsataman. Tepada shunday turadi, server ochish tagida shunday add to my servers degan joy bor. O'sha ustida bitta bosasiz, o'zi sizda avtomatik Minecraftga olib kirib ketadi. Game Turbo ishga tushadi. Do'stlar, boshlashda Minecraft'ingiz shunday muammolar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun inson перезагрузка qilib oladi. Asta sekinlik bilan kirdi. Tak, ishlar bo'ldi. Bizga server degan joyga kiramiz. Bizning serverimiz ishlamoqda. Shunday boshda shunday narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun server ishlab ketadi. Sal qotadi do'stlar, server boshida. Telefoningiz kuchsiz bo'lsa, o'sh qotadi telefoningiz. Stop do'stlar, server ishlamay qolmaychi, men versiyamda hatto yozib qo'ydim. Do'stlar, sizlarga 100% ishlaydi. Sizlar bilan men aqldan o'z bo'lgansiz. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.